Bugun sizlar bilan uy sharoitida o'rsa, ya'ni regidron tayyorlashni o'rganamiz. O'tkir diareya. Yoz fasli kirib kelishi bilan har bir bolajonimiz bir marta bo'lsa ham o'tkir diareya kasalligi bilan og'riydi. O'tkir diareya kasalligini ko'pchilik holatlarda viruslar qo'zg'atadi. Siz beradigan antibiotiklar esa zararlangan ichaklarni yanada zararlab qo'yishi mumkin. Demak, nima qilamiz? Antibiotik berishga shoshilmaymiz, bolalarimizni oddiygina suv bilan davolashga harakat etamiz. Demak, esingizda tuting, o'tkir diareyani birinchi navbatda suv bilan davolashga harakat qilamiz. Birinchi 4 soat davomida o'sha suv berishni boshlash kerak. Farzandlarimizga 250-500 ml gacha birinchi 4 soatda suv berishingiz o'ta muhim. Farzandlarimizga demak suv berganda o'rsaga o'xshagan tarkibida minerallar saqlagan suv berganimiz juda ham maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'tkir diareyada bilasizlar, suyuqlik yo'qotiladi va shu vaqtda biz birinchi navbatda qiladigan ishimiz suyuqlikni o'rnini to'ldirish va suyuqlik orqali organizmdagi virusni chiqib ketishini yordam berishimiz kerak. Bunday holatlarda o'rsa sinkni men ko'proq sizlarga tavsiya etaman, chunki sink elementini o'zi ham nafaqat bolaning immunitetini ko'tarib berishi, balki diareyani to'xtatishga, qusishni oldini olishga yordam beradi. Farzandlarimizga o'rsa bersak, o'zlarimiz agar xohishga ko'ra boshqa dorixonalarda va boshqa magazinlarda sotiladigan mineral suvlarni ichsak bo'ladi. Ana undan so'ng probiotiklarga, undan keyin sorbentlarga murojaat qilishimiz mumkin. Probiotiklarga ko'pchilik biladi, demak Lactogen, Enterogermina, Linux kabi preparatlarimiz girsa, sorbentlari Polisorb, Aminosorb, Lactofiltrum kabi preparatlarimiz kiradi. Birinchi navbatda suv beramiz, keyin boshqa preparatlarga murojaat qilamiz. Agar farzandingizda kuchli suvsizlanish, hushdan ketish, siyishning, ya'ni peshob ajralishining kamayishi kuzatilsa, bunday holatlarda albatta shifokorga murojaat qiling. Eng muhim belgi bu siyishning kamligi hisoblanadi. Shuni tekshirib tursangizlar ham sizlar o'tkir diareyani o'z nazoratingizga olgan bo'lasizlar. Agar sizda uydan chiqish imkoni bo'lmay qoladigan bo'lsa, uy sharoitida o'rsa yoki regidron tayyorlashni o'rganamiz. Demak, buning uchun bizlara oddiygina shu 3 ta hammamizda topiladigan mahsulotlar kerak bo'ladi. Xona haroratida qaynab sovigan 1 litr suv, osh tuzi, uyimizda ishlatadigan natriy xlor hamda shakar. Demak, qaynab sovigan 1 litr suvga, endi biz salab edi ozroq qatib qo'yibmiz, to'kilib ketmasligi uchun 1 litr atsangizlar bo'ladi. 1 choy qoshiq natriy xlorni, osh tuzini shu suvimizga solib aralashtiramiz. Hozir aralashtiraman hammasini va shakar. Shakar bizda hozir glyukoza o'rnini bosadi, organizmga quvvat berishda yordam beradi. Suvsizlangan organizmga. Demak, kichkina qoshiqda, ya'ni choy qoshiqda 6 qoshiq shakar solamiz. Shakar bizda glyukoza vazifasini bajarib, organizmga quvvat berishda yordam beradi. Demak, yana 3, 4, 5, 6 qoshiq shakar soldik va hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Eng muhimi uni farzandlarimizga ichirib bilishimizda. Suvsizlanganda organizmda foydali tuzlar chiqib ketadi. Shuni o'rnini bosish uchun bemalol o'rsa ololmagan holatlarda, aptekaga chiqolmagan holatlaringizda bemalol shu suvdan foydalanish mumkin. Farzandlarimiz sog'lom bo'lib, yozni eson-omon o'ynab, kulib chiqarish nasib etsin.